hamyurtlarimiz orasida prostata muammolaridan aziyat chekayotgan kishilar uchun faqat va'da emas, aniq natija beradigan, shuningdek, prostata muammolariga 100% yechim bo'la oladigan Prostamix mahsulotini tavsiya etamiz. Prostata shamollashi, prostata bezi yallig'lanishi, peshobga tez-tez qatnash, achishish, ikkilamchi bepushtlik, jinsiy zaiflik kabi muammolarni endilikda siz bu sohada uzoq yillik tajribaga va 200 mingdan ortiq mijoz ishonchiga ega bo'lgan turkiyalik mutaxassis Yunus Tur bilan hal qilishingiz mumkin. Buning uchun esa siz 55 kodi bilan 503 2200 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Qo'shma Shtatlar Eronni bombardimon qilishni 2 haftaga to'xtatishini ma'lum qildi. Bu shart Ormuz bo'g'ozi darhol ochilishiga bog'liq. Bu haqida Trump o'ziga tegishli bo'lgan ijtimoiy tarmoqda yozdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti o't ochishni to'xtatish 2 tomonlama bo'lishini bildirdi. Biz Erondan 10 banddan iborat taklif oldik va uni muzokaralar uchun amaliy asos deb hisoblaymiz, deya yozdi Trump. Eron hukumati ham o't ochishni to'xtatishga rozi ekanini tasdiqladi. Tehronning rasmiy bayonotida mamlakat katta g'alabaga erishgani va Amerikaga o'zining 10 bandli rejasini qabul qildirgani aytilgan. Eron tashqi ishlar vaziri Abbas Araqchi alohida bayonotida 2 hafta davomida kemalar Hormuz bo'g'ozi orqali o'tishi mumkinligini, ammo bu harakatlar Eron harbiylari bilan muvofiqlashtirilishi shartligini bildirdi. Keyinchalik Trump o'zining ijtimoiy tarmog'ida ushbu xabarni skrinshotini e'lon qildi. Bu degani tinchlik kelishuvi 2 tomonlama tasdiqlandi degan gapdir. Eron davlat ommaviy axborot vositalari, shuningdek, Eron va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar 10-aprel kuni Pokistonda boshlanishini xabar qildi. Oq uy matbuot kotibi Caroline Levitt bunday imkoniyat muhokama qilinayotganini tasdiqladi. Ammo bu borada rasmiy bayonotni Trumpni o'zi berishi kerakligini ta'kidladi. New York Times'ni 3 nafar eronlik amaldorga tayanib yozishicha, Tehron o't ochishni to'xtatish taklifini Pokistonning shiddatli diplomatik harakatlari va Xitoyning aralashuvidan so'ng qabul qilgan. Xitoy so'nggi pallada Eronni moslashuvchanlik ko'rsatishga chaqirgan. CNN agentligiga ko'ra esa Isroil ham 2 haftalik o't ochishni to'xtatishga qo'shilishi kutilmoqda. O't ochishni to'xtatish qachon kuchga kirishi hozircha aniq emas. Trumpning bayonotidan so'ng ham Isroil va Birlashgan Arab Amirliklari Eron tomonidan yengil raketa va dronlar uchirilganini ma'lum qilgan. Trumpning xabari u Eronga Ormuz bo'g'ozini ochish uchun bergan muddat tugashiga 2 soat qolganida e'lon qilingan. Avvalroq Trump aks holda butun sivilizatsiya bugun kechasi halok bo'lishi mumkin deya ogohlantirgan edi. Bayonotdan bir necha soat oldin muzokaralarda asosiy vositachi bo'lgan Shahboz Sharif Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentidan muddatni 2 haftaga kechiktirishni so'ragan. Shu bilan birga u Eronni yaxshi niyat belgisi sifatida Ormuz bo'g'ozini ochishga chaqirgan. CBS News'ning ochiqlashicha, Amerika Qo'shma Shtatlari nomidan Eron bilan muzokaralarni vitse-prezident J.D. Vance olib bormoqda. Eron Islom Respublikasining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakili esa mojaroni to'xtatishga qaratilgan har qanday qaror agressiyani yakuniy va qaytarib bo'lmas tarzda to'xtatilishini kafolatlashi, shuningdek, har qanday takrorlanishning oldini oluvchi ishonchli va tekshirilishi mumkin bo'lgan kafolatlarga asoslangan adolatli va barqaror tinchlikni o'rnatishi kerakligini ta'kidlagan. Eshitmaganlar uchun eslatma: Trump o'zini shaxsiy ijtimoiy tarmog'ida 2 haftalik tinchlikka aloqador bo'lgan barcha gap so'zlarga nuqta qo'yib shunday post qoldirgan: Men Eronga nisbatan bombardimon va hujumlarni 2 hafta muddatga to'xtatishga roziman. Bu 2 tomonlama o't ochishni to'xtatish bo'ladi. Bu qarorning sababi shuki, biz barcha harbiy maqsadlarga erishdik va hatto ulardan o'tib ketdik. Shuningdek, Eron bilan uzoq muddatli tinchlik va Yaqin Sharqda tinchlik bo'yicha qat'iy kelishuvga juda yaqin keldik. Biz Erondan 10 banddan iborat taklif oldik va uni muzokara olib borish uchun amaliy asos deb hisoblaymiz. Avval bahsli bo'lib kelgan turli masalalarni deyarli barchasi Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron o'rtasida kelishib olindi. Ammo 2 haftalik muddat ushbu kelishuvni to'liq yakunlashi va amalga oshirish imkonini beradi. Amerika Qo'shma Shtatlari
Shtatlari nomidan prezident sifatida shuningdek Yaqin Sharq mamlakatlari nomidan ham vakillik qilar ekanman. Ushbu uzoq yillik muammo yechim arafasiga kelgani men uchun sharafdir. Bu Tramp tomonidan 2 haftalik tinchlikni shaxsan tasdiqlanish sifatida qabul qilindi. Qisqa qilib aytganda, Eronga qarshi boshlangan urush hozircha 2 haftaga to'xtatildi va muzokaralarda asosiy vositachi vazifasini bajargan Pokiston, shuningdek Xitoy va Qatar bu tinchlikni uzoq davom etishiga umid bog'lamoqda. To'g'rirog'i 2 haftalik tinchlikni ular abadiy bo'lishiga umid qilmoqda. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.